Kotelnikimizning yana bitta fishkasi mana shu multimiximizda bo'ladi. Voy! What? Nima bo'ldi? Havalaymiz endi. Biz yangi O'zbekistondamiz. Bu yerda 430 kvadratli uchastkamizni kotelnisi, buni ko'rgansizlar. Bu safar biz bunga nima mahsulotdan nima uchun foydalanganimiz haqida birma-bir to'xtalib o'tamiz. Faqat ortiqchasi yoki kam ko'rsa bo'lsa, izohlarda yozib qoldirasizlar. Bu yerda birinchisi konditsioner kotel qo'yganmiz. Nimaga bu yerga konditsioner kotel tanlaganimizni uyimizni niski temperaturada isitish uchun, gazdan ekonom qilish uchun shunga mo'ljallab loyiha qilganmiz. O'shaning uchun bu yerda asosiy qismimiz topli pol bo'lgani uchun konditsioner kotel 32 kvadratli tanladik. Bunisi ikkinchi zaxira kotelimiz 25 kvadratli elektrический kosmik kotel qo'yganmiz. Sababini yaxshi bilasizlar, bu gaz yonadigan darajada gaz ham bo'lmay qolgan holatda biz elektrический kotelga murojaat qilishga majbur bo'lamiz. O'sha holat uchun bu kotelni qo'yganmiz. Xonadonimizning issiq suv ta'minoti uchun 300 litrli ko'suvinli boiler tanlaganmiz. Sababi bizda 5 ta sanuzel, orqada dushlarimiz bor, mo'yka, o'shani hisob kitobidan 300 litrli boiler qo'yganmiz. Gazli boiler emas, ko'suvinli. Gazli bilamizki, gaz rasxod. Ko'suvinli boiler bo'lsa, koteldan chiqayotgan energiya bilan o'zini o'zi isitadi. Ancha ekonomik hisoblanadi shu tarafdan. Kotelligimizning zo'r fishkasidan bittasi bu Multimix. Shu 3 ta nasos bilan 430 kvadratimizning gidravlikasi hal bo'ldi. Birinchi, ikkinchi etaj topli pol uchun bitta nasos, podvol hovlimizda yana sanuzullarimiz bor. O'tga bitta nasos, uyimizda 10 bitta konvektor bor, uning uchun bitta nasos. Yana bitta zo'ri, mana shu gidravlikamiz, hovlimizda 4 ga 8 basseynimiz bor, mana shu bilan isitilinadi. Mana shu hamma narsamiz uchun bir dona 32 talik kotel hisob-kitobimizda bo'lgan. Ushbu kotelligimizda nima ortiqcha yoki nimadir yana qo'shishimiz kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Izohda fikringizni kutib qolamiz. Faqat ma'lumotimiz alohida tema.